Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga munosabatlik muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsilatı bolsun. 26 noyabr Cenevada açılğan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Azadlıq Millətlər Hüquqi yığınında Xitay Dünya Uyğur Qurultayı vəkillərinin söz hüququna tosqunluq qilish qo'ringan. Yığında Xitayni qo'llovchi davlatlar vakili bilan Uyg'urlarni qo'llovchi davlatlar vakillari orasida keskin talash-tortish yuz berib, oxiri Dunyo Uyg'ur Qurultayı muvaffaqiyatli holda 3 minutlik so'z qilish huquqidan to'liq foydalangan. Ma'lum bo'lishicha, Dunyo Uyg'ur Qurultayı bayonotchisi Olim Seytov so'z qilayotganda Pokiston, Rossiya va Kuba qatorliqlar Xitoyni qo'llab so'z qilgan. Buningga Amerika vakili qarshi chiqib, Uyg'urlarni qo'llagan. Dunyo Uyg'ur Qurultayı ijroiya komiteti raisi Dolqin Ayson mundaq dedi. Şunun bilan Amerika vakili bizning so'zimizning davomlashishi kerakligini aytdi. Amerikaning bu so'zini Fransiya, Angliya, Shvetsariya qatorliq davlatlar qo'llab fikr bayon qilishdi. Natijada yig'in riyosatchisi bizga so'zimizni davomli qilishga ruxsat berdi. Olim so'zida Sharq Turkiston vaziyatini bayon qilganaman, Xitoy yana o'rnidan turib, Sharq Turkiston degan nomni tilga olishining bo'lginchilik ekanligi va buning BDTning aloqador ahdnomlarga xilof ekanligini aytdi. Xitoyning bu qarshiliqimi oqmadi. Olim so'zini davomlashtirdi. Xitoy ilgari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida echilgan yig'inlardimi Uyg'ur vakillarini to'sab qolamagan. Amerikadagi bir kishilik huquq tashkilotining seshanba kuni oshkorlashicha, Xitoyda davlat bexatarligiga tahdid silish jinoyati bilan ayblanib, qo'lga olinganlarning mutlaq ko'p qismini Uyg'urlar tashkil qiladi ekan. Kishilik huquq faoliyatchilari Birlashgan Davlatlar Tashkilotini bu ahvolga diqqat qilishga chaqirdi. Amerika Dialog Fondi jamiyatining seshanba kuni e'lon qilgan dokladida ko'rsatishicha, Xitoy 2012-yili 1105 kishini davlat bexatarligiga tahdid silish jinoyati bilan ayblab qo'lga olgan. Lekin qo'lga olingan bu kishilarning 75%ni Uyg'urlar tashkil qilgan. Chet eldagi Uyg'ur kishilik huquq tashkilotlarining qarashicha, Xitoy bo'yicha davlat bexatarligiga chetilib qo'lga olinganlarning 75%ni Xitoy umumiy naposining 1%ni tashkil qilmaydigan Uyg'urlarning egallashi kishini cho'chitadigan ahvol. Amerika Uyg'ur birlashmasining muavin raisi Ilshat Hasan buningdan navbatda Uyg'urlarning xatarlik ahvolda turayotganligini ko'rib olishga bo'ladiganligini bildirdi va xalqaro jamiyatni, bo'libmi g'arb ellarini bu ahvolga diqqat qilishga chaqirdi. Jungo Markaziy Millatlar Universitetining dotsenti, o'qituvchi Ziyoli Ilhom To'xti Uyg'ur elidagi oliy maktab rahbarlarining siyosiy intizomni oldingi o'ringa qo'yish maydonini tanqidlab, Xinjiang doiralarining xatarlik ish qilayotganligini ogohlantirdi. Xinjiang gazetining xabar qilishicha, Uyg'ur avtonom rayonidagi oliy maktab rahbarlarining yaqinda ochilgan bir qatimliq yig'inida oliy maktablarda siyosiy intizom, bo'lginchilik qarshi kurashni kuchaytirish ta'kidlanib, siyosiy jihatda layoqatsiz o'quvchilar maktab bitirishga bo'lmaydiganligini o'tirg'a qo'ygan. Ilhom To'xti Germaniya Dolqin radiosida qilgan so'zida doiralarning Uyg'ur eli vaziyatiga xato hukm qilayotganligini eskartib, internet taraqqiy qilgan bugungi kunda doiralarning ideya va so'z erkinligini kontrol qilish orqali muqimlikni saqlash fikri kulkilik degan. 1989-yildagi Tiananmen o'quvchilar harakatining rahbarlaridan O'rkash davlat bir qancha kun avval Tayvandan Hong Kongga kelib, Hong Kong doiralaridan o'zini darhol qo'lga olib, Xitoy hukumatiga topshirib berishini talab qilgan bo'lsa-mu, doiralar uni qo'lga olishni rad qilgan va Tayvanga qaytarib o'tgan. Bu O'rkash davlatning Xitoy doiralariga tunji qitim o'zini ma'lum qilish emas. U ilgari Hong Kong avmin doiralariga, Xitoyning Yaponiya va Amerikadagi elchixonalarga o'zini ma'lum qilgan bo'lsa-mu, ular O'rkashni qo'lga olishni rad qilgan. O'rkash davlat bu qitim Hong Konglik advokat, Hong Kong parlament a'zosi Shu Jinrinning hamrohligida Hong Kongga kelib o'zini ma'lum qilgan. O'rkash davlat 4-iyun Tiananmen voqeasidan keyin Xitoy doiralari tutish buyrug'i chiqargan 2-nomerlik shaxs. Amerika Yatavrashni kuzatish markazi 24-noyabr Charchan noyisida 5,6 bola yatavraganligini e'lon qildi. Tangirtog' to'rdimi Charchan noyisidagi yatavrashda 2389 odam ofatga uchraganligini, o'lim yetim ishlar haqidagi uchurlarning texi noma'lum ekanligini xabar qildi. Ziyoratimizni qabul qilgan Charchan noyilik partiyumdagi bir Xitoy sekretar ofat ahvoli haqida to'xtalishdan o'zini qochirdi. Albuki Charchan noyilik hukumat ishxonasidagi bir Uyg'ur kadr ofatning og'ir bo'lganligini, o'lim yetim hodisalar haqida texi ma'lumot ilinmaganligini bildirdi. Moshayning 23-kuni Kanadadagi kishilik huquq aktivlari Kanadaning ko'p millatlar madaniyati ministri Tim Opal bilan uchrashib, Uyg'ur masalasini anglatdi
va Kanada hukumatini Xitoy turmisidagi Kanada fuqarosi Husayn Jalil masalasiga ko'ngil bilishga chaqirdi. Bu fikrni Kanada Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Adil Abbas o'tirg'a qo'ydi. Bu qitimqi uchrashishga Kanada Uyg'ur jamiyati, Erkin Tibet o'quvchilar uyushmasi, Xitoy demokratik tashkilotlari qatorliq organlarning vakillari qatnashdi. Ministr Tim Opal vakillarining so'zini anglagandan keyin mundaq dedi: "Bayoninglardan ayt ta'sirlandim. Hammalarning ovozi hukumatga cho'qim yetkazildi." Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.